Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi ajoyib misol yechimini ko'ramiz. Bo'laklab integrallashga doir. Demak, eslab qolasizlar, mana buni integralni topishimiz kerak. Birinchidan 4 ko'paytirish bo'lib turibdi, integral ta'sir qilmaydi. 4 ni chiqarib yuboramiz. 4 kara x ko'paytirilgan ln 3x dan boshlang'ich olishimiz kerak. Esinglarda bo'lsa, integral mavzusida bu haqda gaplashganmiz, ya'ni a' ko'paytiruv b funksiyadan integral, ya'ni ko'paytmani integrali. A ko'paytiruv b minus integral ostida a ko'paytiruv b' bo'lar edi. Faqat biz tanlab olishimiz kerak. A' rolida qaysi turibdi, b ni rolida qaysi turibdi. Tanlab olamiz. A' o'rnida x turgan bo'lsin, unda b ni o'rniga nima qoladi o'rtoqlar? ln 3x qoladi. Bizga formula mana bunday davom ettirib ishlasak, misol yechiladi. A kerak, ya'ni a ni shtrixsiz varianti kerak. A shtrixni shtrixsiz varianti boshlang'ichi degani. A x bo'lsa, x ni boshlang'ichi o'rtoqlar x taqsim x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi formulani davom ettirishimizga b' kerak. Mana ikkalasidan bittadan hosilab olamiz. Chunki b bo'lib turib, b' degani bu hosilasi degan. ln ning hosilasi 1 taqsim bo'lib pastga tushadi va argumentdan bitta hosilab ko'paytiramiz. 3x hosilasi 3. Qisqarsa nima bo'lar ekan? 1 taqsim x. Bizda hamma narsa tayyor, davom ettiramiz. Ketdik. Mana bo'yicha davom ettirsam, a ning o'rniga x kvadrat taqsim 2 qo'yaman. Ko'paytiruv b ning o'rniga esa ln 3x qo'yaman. Minus integral ostida a ning o'rniga x kvadrat taqsim 2 qo'yaman. Ko'paytirib 1 taqsim x qo'yaman. Tushunarli bo'ldi hammaga? Bu o'zida turaveradi. X kvadrat taqsim 2 ln 3x minus mana 1 taqsim 2 chiqib turaversin, unga baribir integral ta'sir qilmaydi 1 taqsim 2. X kvadrat bilan x qisqarganda bitta x qoladi. Xo'sh, shunda bizda hosil bo'lyapti. X kvadrat taqsim 2 ln 3x minus 1 taqsim 2 x ni boshlang'ich o'rtoqlar x kvadrat taqsim 2 bo'lar ekan. Marhamat, integral olindi. Faqat buni integralni oldida 4 ko'paytirish edi, 4 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ikkalasi ham 4 ga ko'paytiramiz mana bunday. 4 kara x kvadrat taqsim 2 ln 3x minus bu ikkalasi ko'paytirilganda x kvadrat taqsim necha bo'ladi albatta? 4 bo'ladi. 4 ni ichkariga ko'paytirsak 4 bilan 2 qisqaradi. 2 x kvadrat ln 3x bo'ladi. Xo'sh, minus 4 bilan 4 qisqarganda esa x kvadratning o'zi qolar ekan. Mana boshlang'ich funksiyasi topildi. Albatta oxirida plus c bo'ladi. Endi bu bo'laklab integrallab ishlash. Endi buni variantda ishlash mumkin. Testda tushganda albatta sizlarda a, b, c, d variantlar bo'ladi o'rtoqlar. A variantdan hosilab ko'rasizlar. A variantda qanaqadir funksiya bo'ladi, undan bitta hosil olasizlar. Hosil olganinglarda agar mana shu chiqsa, demak A variant to'g'ri. O'sha A variantda turgan funksiya buni boshlang'ich. Agar chiqmasa B dan hosil ko'rasizlar. B dan hosil olganinglarda mana shu chiqsa, demak B buning boshlang'ichi. B dan ham chiqmasa C dan hosil ko'rasizlar. Bu variantdan ishlash. Esinglarda bo'lsin. Bo'laklab integrallash xayolga kelmadimi, g'oya kelmadimi? Javoblardan hosil ko'ringlar. Mana buni bersa, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Va mana bu misolda ham albatta eslab qolinglar. Tushunarli bo'lgan o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.